Agar xotirangizni dabdala qilmoqchi bo'lsangiz, mana sizga top 5 ta maslahatim. Birinchisi, imkon qadar kamroq uxlang. Iloji bo'lsa 4 soat yoki 3 soat uxlang va imkon qadar kechroq yotishga harakat qiling. Ikkinchisi, to'xtamasdan zararli ovqatlarni yeyinglar. Qanchalik zararliroq bo'lsa, shunchalik siz xotirangizga zarari ko'proq bo'ladi. Alkogol ham esdan chiqmasin. Yana borib qilib yurmaydi, hazillashaman. Uchinchisi, imkon boricha ko'proq boshingizga zarba yeng. Agar qo'lingizdan kelsa, borib birorta jahon chempioni bilan boksdan sparring uyushtirsangiz ham natija ancha tezroq bo'ladi. To'rtinchisi, umuman hech qanaqasiga xotirangizni qiynamang. Axir hamma narsani yozib olsa bo'ladi, to'g'rimi? Hech narsani eslab qolmang, imkon qadar xotirangizga hech narsani saqlamang, faqatgina hamma ma'lumotlarni yozib oling. Va eng asosiysi, hech qachon mnemonika bilan shug'ullanmang. Mana shu 5 ta maslahatni amalda qo'llasangiz, xotirangiz o'ta yomon bo'ladi. Uni teskarisi, ya'ni xotirangiz super kuchli bo'lishini xohlasangiz, men siz uchun 7 qadamdan iborat 1,5 soatlik dars tayyorlaganman. Dars mutlaqo bepul. Shunchaki izohlagan xotira deb yozing va men sizga ushbu darsni jo'natib qo'yaman.